Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun 17-aprel 2025-yil. Navbatdagi obzor bo'ladi. Yangi qurilgan bino. Hududimiz Samarqand shahardan sal chekkaroqda joylashgan ekan. Qarshi kurug deydi. Qarshi kurugdan o'tganda mana bu ko'rganimiz Bahari tog'lari. Bahari tog'lariga yaqin oldin Ptitsa fabrika deyilgan joy bor mana shu tomonda. Yangi qurilgan bozor ham bor. O'tganda ikki qavatli binolar bo'ladi. Eski Stalinka deydi mana shu binolar. Shularni shundoq mana shu joyimizda katta ko'cha joylashgan. Yangi qurilgan binomiz bor ekan. Mana shuni hozir sotuvga chiqarganlar, arzon qilib berar ekanlar. Birinchi qavati 4-qavatgacha kvartira bo'ladi. 5-qavati xo'p, mansarda bo'lar ekan, pishig'ichdan qilingan. Birinchi etajni do'konlar qilish maqsadida oldini blokdan tergan ekanlar, lekin ichkarilari hammasi pishig'ichdan turibdi. Mana shunaqa kvartiralar sotuvga chiqqan, korobka holatda, ichlari bo'linmagan. Hozir ichlaridan ko'rsatib o'taman. Toza havoda Samarqand shahar Oqbo'ri deydi yoki Omonqo'ton deydi yoki Ohali tog'lariga yaqin joyda yashayman degan insonlarga yaxshi variant. Mana ko'rishimiz mumkin. Pishig'ichdan qilingan. Bitta etajimizda 7 ta xonadon mavjud ekan. Ichlari bo'linmagan. Mana ko'rishingiz mumkin. Kattagina. Buni xohlaganingizcha bo'lib olishingiz mumkin. Mana bu ham kattagina ekan. Buni ichlarini o'ziga ma'qul qilib bo'lib olishingiz mumkin. Bu tarafda ham derazalar ko'p ekan. Buni oldin magazin qilish, do'kon qilish niyat bo'lgan. Hozir kvartira qilib sotuvga qo'yganlar. Mana shunaqa kvartiralar sotuvga chiqibdi. Kvadratini 7 milliondan deyaptilar. Lekin yaxshigina kelishtiriladigan joy bor ekan, arzon qilib berar ekanlar. Qiziqqanlar tezda aloqaga chiqamiz. Pastdagi izohlarda barcha ma'lumotlarni yozib qoldiraman.